Ogoh.uzda kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. O'zbekiston iqtisodiyoti hajmi 147 milliard dollarga yetdi. Kambag'allik darajasi 35% dan 5,8% ga tushdi. O'zbekistonga keluvchi turistlar oqimi 12 millionga yetdi. Qoraqalpog'istonda kadastr bo'limi rahbari pora bilan ushlandi. Farg'onada aliment to'lamaslik uchun ayoli va qizini o'ldirgan erkak 19 yilga qamaldi. Turkiyada maktab hujumida yaralangan o'quvchi 18 kundan so'ng vafot etdi. O'zbekiston iqtisodiyoti hajmi 147 milliard dollarga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston iqtisodiyoti yangi rivojlanish bosqichiga kirganini ta'kidladi. Uning aytishicha, 2016-yildan beri iqtisodiyotni erkinlashtirish va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha keng islohotlar amalga oshirilgan. Shu davrda mamlakatga 150 milliard dollar xorijiy investitsiya kiritilib, minglab yangi korxonalar ishga tushirilgan. Energetika sohasida ishlab chiqarish 1,5 barobar oshib 87 milliard kilovat soatga yetgan. Eksport esa 3 barobar o'sgan. Prezident bu natijalar xalqaro reytinglarda ham e'tirof etilayotganini qayd etdi. O'zbekistonda kambag'allik darajasi 35% dan 5,8% ga tushdi. Prezident ma'lum qilishicha, global beqarorlik sharoitiga qaramay O'zbekiston iqtisodiyoti yilning birinchi choragida 8,7% ga o'sgan. Uning aytishicha, islohotlar natijasida 8,5 million ehtiyojmand aholining daromadi oshirilgan. Shu bilan birga kambag'allik darajasi 35% dan 5,8% ga tushirilgan. So'nggi 10 yilda O'zbekiston barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda eng ijobiy natija ko'rsatgan 5 davlat qatoriga kirgan. 2030-yilgacha iqtisodiyotni 240 milliard dollardan oshirish, daromadi o'rtachadan yuqori davlatlar qatoriga chiqish va kambag'allikka to'liq barham berish maqsad qilingan. O'zbekistonga keluvchi turistlar oqimi 12 millionga yetdi. Global beqarorlik fonida sayyohlar xavfsiz yo'nalishlarni tanlayotgani qayd etildi. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar natijasida so'nggi 10 yilda xorijiy turistlar soni 6 barobarga oshib 12 million nafarga yetdi. Mamlakatda yangi turistik obyektlar, jumladan Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi va Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasi barpo etildi. Prezident mintaqa davlatlarini birlashtiruvchi Markaziy Osiyo turizm halqasini yaratish tashabbusini ilgari surdi hamda Osiyo taraqqiyot banki va boshqa hamkorlarni bu yo'nalishda birgalikda ishlashga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda kadastr bo'limi rahbari pora bilan ushlandi. Qoraqalpog'iston tumanlaridan birida kadastr bo'limi boshlig'i 2000 dollar miqdorida pora olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Ma'lum qilinishicha, u fuqaroning noqonuniy egallangan yer maydonida qurilgan bino uchun mulk huquqini rasmiylashtirib berishni va'da qilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilmoqda. Farg'onada aliment to'lamaslik uchun ayoli va qizini o'ldirgan erkak 19 yilga qamaldi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida erkak aliment to'lamaslik uchun o'z ayoli va 3 yoshli qizchasini o'ldirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning 3-noyabr kuni spirtli ichimlik ta'sirida qaynotasining uyiga kelgan fuqaro turmush o'rtog'i bilan uchrashgan. Ayoli avvalroq turmush o'rtog'ini aliment undirish masalasida sudga bergan va sud qaroriga ko'ra erkak 15 sutkaga qamalgan. Qayd etilishicha, erkak jazo muddatini o'tab chiqqach, er-xotin o'rtasida mojaro yanada keskinlashgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u aliment to'lashdan qutulish maqsadida voyaga yetmagan farzandlari ko'z o'ngida cho'ntagida olib kelgan oshxona pichog'i bilan turmush o'rtog'iga bir necha marotaba tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng u 2023-yilda tug'ilgan qiziga ham pichoq bilan zarba bergan. Zarbalar oqibatida bola voqea joyida halok bo'lgan. Ayol esa shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda vafot etgan. Jinoyat sodir etgan erkak voqea joyidan qochib ketgan. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tumani sudi uni aybdor deb topib, 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilgan. Turkiyada maktab hujumida yaralangan o'quvchi 18 kundan so'ng vafot etdi. Turkiyaning Kahramonmarash shahrida Ayserchalik o'rta maktabida joriy yilning 15-aprel kuni sodir etilgan qurolli hujumda og'ir yaralangan 11 yoshli o'quvchi Almina og'a-o'g'li davolanayotgan shifoxonada vafot etgan. Mazkur maktabdagi hujumda og'ir tan jarohati olgan 5-sinf o'quvchisi og'a-o'g'li shifoxonaning jonlantirish bo'limida 18 kun davom etgan muolajalardan so'ng jon bergan. Uning janoza marosimi Abdulhamidxon jome masjidida o'tkazilgan. Unda mazkur hujumda halok bo'lgan o'quvchi Adnan Gokturk Yashilning onasi ham ishtirok etgan.